Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab milliy sertifikat imtihonlari yakunlandi. Kimdadir natijalar chiqdi, kimdadir majburiy matematika uchun topshirganlar natija chiqmadi. Ko'ngilni cho'ktirishga hojat yo'q. Hali DT imtihonlarigacha vaqt bemalol yetarli. Shuning uchun bugundan boshlab majburiy matematikada tushishi ehtimoli bo'lgan mavzulardan men sizlarga shu video darslar tayyorlab boraman. Bu uchun kanalni qo'llab-quvvatlab, kanalga a'zo bo'ling, kuzatib boringlar. Sizlarga manfaatli bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Darslar mutlaqo bepul. Xo'p. Birinchi dars nima bo'ladi? Doim matematikani o'rganayotganlaringda birinchi dars natural sonlar haqida bo'ladi. Natural sonlar nima? Bu sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Ya'ni biz sanashning ichidan boshlaymiz, birdan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4 va hokazo davom etib ketaveradi. Ya'ni oxiri yo'q. Boshlanish joyi bor. Natural sonlar birdan boshlanadi, oxiri esa cheksiz davom etib ketadi. Belgilanish qanday bo'ladi? Belgilanishi katta N harfi bilan belgilanadi. Bu natural son, demak katta N harfi bilan belgilanar ekan. Imtihonlarda nimaga aynan bunisini berib ketdim? Imtihonda katta N harfi savollarda N harfini berib qo'ygan bo'lsa, demak bundan belgilab natural son haqida gap ketyapti. Keyingisi butun sonlar qoidasi natural sonlar, ularga qarama-qarshi bo'lgan sonlar va 0 bu butun sonlarni tashkil qiladi. Belgilanishi katta Z harfi bilan belgilanadi. Demak, tushunarliga natural sonlar, ularga qarama-qarshi bo'lgan sonlar va 0 bu butun sonlarni tashkil qilar ekan. Uchinchisi, ratsional sonlar bu Q harfi bilan belgilanadi. Hop, m taqsim n ko'rinishidagi sonlar bular ratsional sonlar deyiladi. Misol uchun 3 taqsim 7, 4 taqsim 9, 17 taqsim 23 mana shunaqa ko'rinishli sonlar ratsional sonlar deyiladi. Bu haqida yana kasrlar mavzusida batafsil tanishamiz. Misol uchun mana 2 degan son berilgan bo'lsa, buni ham ratsional songa kirgizsak bo'ladimi desa, bo'ladi. Ya'ni kasr chizig'ini chizib, mahrajiga bir ko'rinishda yozadigan bo'lsak, bu ratsional son holatiga kelib qoladi. To'rtinchisi irratsional sonlar. Buni juda ham ko'pchilik demay, aksariyat odamlar qoidasida xato qiladi. Men iloji boricha sizlarga qoidasini tushuntirishga harakat qilyapman. Sabab imtihonda savollarida qoidadan so'rab qolish mumkin. Quyidagi ta'riflardan qaysilari to'g'ri degandek. Irratsional sonlar chekli o'nli kasr ko'rinishiga keltirib bo'lmaydigan, mana shu joyga e'tibor berish kerak, keltirib bo'lmaydigan sonlar irratsional sonlar deyiladi. Ya'ni ko'pchilik aytadi, ildizdan chiqmaydigan son deb qo'yadi. Ya'ni mana bu ildiz ostida 3 ta misol keltiradi. Bu ham to'g'ri, lekin bu chala javob, chala ta'rif. Ya'ni pi, e degan sonlarimiz ham bu irratsional bo'ladi. Ya'ni pi ning qiymati qanaqa edi? 3.14 va hokazo cheksiz davom etib ketadi. Buni biz chekli holatda tasvirlay olmaymiz. Shuning uchun bular irratsional sonlar deyiladi. Hop, endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, n ham qiymati 2.71 va hokazo yana davom etib ketadi. Buni biz chekli holatda ayta olmaymiz. Shuning uchun bular irratsional sonlar deyiladi. Tub va murakkab sonlar. Xo'p, tub murakkab sonlar nima? Endi yaxshilab qaraymiz. Tub son deb birga va o'ziga bo'lingan, mana shu joyga ataylab tashlab ketdim. Videoni diqqat bilan ko'rishingiz va meni gaplarimni yaxshilab eshitishingiz uchun ataylab tashlab ketdim. Birga va o'ziga bo'lingan natural sonlar, bular tub sonlar deyiladi. Mana shu joyga men ataylab natural degan so'zni tashlab ketdim. Hop, ya'ni tub sonlar qoidasi bu faqat natural sonlar uchun ishlaydi. Tub son tushunchasi aniqrog'i. Demak, ular qaysilar? Misol uchun 2, 3, 5, 7, 11 va hokazo davom etib ketadi. Demak, natural sonlarimiz cheksizmi? Demak, bundan bilingki, tub sonlarimiz ham cheksiz davom etib ketadi. Tub son ham cheksiz. Mana misol uchun nimaga 2 ni tub deyapman? Birga va o'ziga bo'linish kerak ekan. Mana 2 ni qarang. Birga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Mana birga va o'ziga. 3 ni qarang. Birga va o'ziga 5, birga o'ziga, birga 7 ga, birga o'ziga. Mana shu tartibda ketaveradi. Demak, bu nima ekan? Tub son ekan. Bu cheksiz davom etib ketadi. Keyingisi murakkab sonlar. Ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega natural sonlar. Mana shu yerda ham natural so'zini tushirib ketganman. Natural sonlar murakkab sonlar deyiladi. Mana misol uchun 4, 6, 8, 9, 10 va hokazo davom etib ketaveradi. Misol uchun 4 mana qarang. 1 ga 2 ga 4 ga bo'linadi. Mana 1, 2, 3 ta bo'luvchisi bor. Ikkitadan ortiq. Demak, bu murakkab. 6, 1 ga 2 ga 3 ga 6 ga 4 ta. 1 ga 2 ga 4 ga 8 ga. 1 ga 3 ga 9 ga. 1 ga 2 ga 5 ga 10 ga. Demak, bundan xulosa qilsak, bular murakkab sonlar hisoblanar ekan. O'zaro tub sonlar nima? O'zaro tub sonlar mana shu yerga yaxshi e'tibor beramiz. Asl qoidasi e kubi 1 ga teng sonlar. Ya'ni e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar. Biz hali e kubi mavzusini o'tmadik.
Buni keyingi darsimizda o'tamiz, lekin qoidani eslab qolishga harakat qiling. E kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar, bular o'zaro tub sonlar deyiladi. Endi yaxshilab e'tibor bering, buni sal qoidani osonlashtirib tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun 2 bilan 3 degan ikkita son berdim. Buni o'zaro tubmi, tubmasmi aniqlashtirish kerak. Misol uchun mana 2 bilan 3. 2 bilan 3 2, 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Xo'p, 3 1 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. Shu bo'luvchilarning ichida bir xili faqatgina 1 bo'lsa, bu o'zaro tub. Mana misol uchun 5 bilan 6. 5 bilan 11. 5 1 ga 5 ga, 11 1 ga 11 ga bo'linadi. Ikkalasida ham bir xil bo'luvchisi faqatgina 1. Shuning uchun bular o'zaro tub. 6 bilan 19 ga qarang. 6 1 ga, 3 ga, 2 ga, 6 ga bo'linadi. 19 1 ga va 19 ga bo'linadi. Demak, bu ikkalasida ham bir xili faqatgina 1 bo'lgani uchun bular o'zaro tub sonlar deyiladi. Yaxshi e'tibor beramiz endi mana shu narsaga. 1 soni tub son ham emas, tub ham emas. Murakkab son ham emas. Mana shu joyga qoidaga e'tibor beramiz. Demak, e'tibor bergan bo'lsanglar, men tub sonni ham 1 dan boshlamadim, murakkabni ham 1 dan boshlamadim. Bu haqiqiy boshlanishni ko'rsatadi. Tub sonlar qatorini toping degan savol keladi shunda. Mana shunday tushunsalar yetishlar oson bo'ladi. Mana shu qoida bo'yicha. Qarang, A javobda aytayapti. 1 2 3 5 7. Biz mana bu 1 borligi uchun bu tub son ham emas, murakkab son ham bo'lmagani uchun birinchidan tizib olamiz nima so'raganini. Bu javob chiqib ketadi. B variantiga qarang. 3 5 7 9 11. 9 soni tub emas. Nimaga? U murakkab. 1 ga, 3 ga va 9 ga 3 tadan 2 tadan ortiq bo'luvchisi bor, ya'ni 3 ta bo'lib ketyapti. C javob qaraymiz. 0 3 7 9 11. Mana bu 0 soni haqida hech narsa yo'q. Bu tub emas, murakkab emas bu ham. Natural emas o'zi aslida. 9 bor, bu ham tub emas, shuning uchun bu javob ham chiqib ketadi. Va bizda 2 7 11 13 degan mana tub sonlar qatori turibdi. Demak, javobimiz D javob bo'ladi. Xo'p, tub sonni topishda osonroq yo'li bormi? Bu cheksiz ketyapti deydigan bo'lsak, bizda shunaqa tub sonni ajratib oling deydigan bo'lsa, bor, osonroq yo'li bor. Sal soddalashtiradigan yo'li bor. Buni keyingi darsimizda yana bir keyin ekub mavzusini bitta boshlashdan oldin shuni tushuntirib o'tib ketaman. Bizni ishimizni sal osonlashtiradigan bitta shu formulasi bor, ya'ni bitta qoidasi bor, shuni o'rgansak bo'ladi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni ko'proq do'stlaringizga ulashinglar. Videoni qayta ko'ringlar. Bunga doir yana misollarni tashlashga harakat qilaman. Bu birinchi darsimizda DT imtihonigacha majburiy matematikani mavzularini tugatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.